Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi 3-variant DTM namunaviy savollarning tahlilini qilamiz. 31-savol. Gorilla spermatogenezining anafazi 2 bosqichidagi xromosoma holatini aniqlang. Demak, bilamizki, anafazi 2 da to'plam 2 holatda bo'ladi. Demak, javoblardan diploid to'plamli xromosoma bor javobni qidiramiz. Demak, A javobda 48 o'tib ketgan, shu sababdan aniq chiqarib olamiz. B javob ham xato bu yerda. Chunki bitta jinsiy xromosoma berilgan. Bilamizki, diploid to'plami uchun ikkita jinsiy xromosoma bo'lishi kerak. C va D variantimiz qoldi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, bu yerda D variant bo'ladi. Nima uchun C variant emas? Ko'pchilik bu yerda C javobni belgilashi mumkin. Ya'ni spermatogenez erkak-ku deb XY, ya'ni C variantni olishadi. Bu noto'g'ri, chunki bilamizki, meyoz ikkita bo'linishdan iborat. Bu yerda spermatogenez deyapti. XY xromosomali hujayra birinchi meyoz bo'linadi va har bir qutbga bittadan X, ikkinchi qutbga Y xromosom o'tadi. Lekin anafaz 2 davrida, ya'ni ikkinchi bo'linishda mana bu hujayramiz anafaza bosqichi o'tganda o'rtasidan uziladi va bitta hujayrada ikkita X xromosoma, ikkinchi hujayramizda ikkita Y xromosoma hosil qiladi. Demak, ikki xil gameta hosil bo'ladi ekan. Bu yerda 41 ta avtosoma, ikkita X, ikkinchisida 46 ta avtosoma uzib, ikkita Y xromosoma bo'lishi kerak. Ya'ni bunaqa XY kelmaydi. Bu sababdan buni chiqarib yuboramiz. Bu yerda javob B variant. 32 savolga qaraymiz. Quyidagi qaysi xususiyatlar evkariot organizmlarga xos? Atmosferadagi erkin azotni o'zlashtiradi. Prokaryotlarga xos. Biriktirgan javoblarni chiqarib yuboramiz. Demak, eng kichik farq qilsam bu yerda 3 aerob holda hayot kechiradi bo'lishi mumkin. Mitoxondriya argumenti mavjud. Demak, to'g'ri. Barchasi heterotrof oziqlanadi. Demak, evkariotlarga o'simlik ham kiradi va ular avtotrof. Bu yerda 5 noto'g'ri. To'g'ri javob bu yerda D variant. 6 yadro 2 qavat membrana bilan o'ralgan. Demak, to'g'ri fikr. 33-savolga qaraymiz. Demak, vakillarda yonbachchali murakkablarga uchraydigan o'simlik oilalarini aniqlang. Demak, bu yerda sho'radoshlar, loladoshlar, tuzumdoshlarni chiqarib yuboramiz. To'g'ri javob bu yerda D variant. Bilamizki, 6-sinf darsligida berilgan oilalar ranadoshlar, toytoshlar, dukkaktoshlar oilasida yonbachcha bo'ladi. Keyingi savol. 34-savolga qaraymiz. Demak, quyidagi berilgan tiriklikning qanday tuzilish darajasi aks ettirilgan? Jigar qurti lichenkasining sista hosil qilishi. Bilamizki, sista hosil qilish organizm darajasida bo'ladi. RNK transkripsiyasi, ya'ni bu oqsil yo uglevod nuklein kislota bilan bog'liq jarayonlar testda beriladigan bo'lsa, bu molekula bosqichi. Ya'ni bu yerda bu variant bo'ladi. 35-savol. O'simlik hujayrasining tilakoidlarida amalga oshadigan jarayonlarni aniqlang. Demak, birlamchi uglevod glyukozaning sintezlanishi. Demak, tilakoid fotosintezning yorug'lik bosqichiga misol bo'ladi. Uglevod sintezi bu qorong'ulik bosqichida bo'ladi. Shu sababdan bir kelgan javob chiqarib olamiz. Keyingisi 2 umumiy, shuni o'qiymiz. Adefa fosfat kislotadan ATF molekulasi sintezlanadi. Demak, yorug'lik bosqichida to'g'ri fikr. 4. 1 molekula glyukoza, 2 molekula sut kislota. Bilamizki, xloroplast sut kislota hosil bo'lmaydi. 4ni chiqarib olamiz. Bu yerda C variant bo'ladi. 36-savol. Odamda qonning ortiqcha qismi zaxira holda saqlaydigan organ. Bilamizki, qon deb bo'lsa bu taloq. 37-savolga qaraymiz. Demak, no'xat o'simligida yashil va sariq dukkak bilan o'zaro chatishtirilganda F1 barcha o'simlik yashil dukkakli bo'lishi irsilanishining qaysi turi? Demak, yashil bilan sariq chatishtirilgan, F1 yashil olingan. Bu Mendelning birinchi qonuni, ya'ni to'liq dominantlik. 38-savol. Miopiya bilan kasallangan qizil va yashil ranglarni ajrata oladigan odamning genotipi. Demak, miopiya bu dominant. Qizil va yashil rangni ajrata oladi. Demak, daltonizm bo'yicha aytyapti. Rangni ajrata oladigan odam, demak, bu daltonizm bo'yicha sog' bo'lishi kerak. Mana shunday genotipli javob qidirishimiz kerak. Demak, bu yerda A gen berilmagan.
Bu yerda dilar resessiv, ya'ni gemofiliya, daltonizm bo'lsa kasal etib qo'yilgan. C variantda miopiyani resessiv etib qo'ygan. Bu yerda ajov bo'ladi. Demak, daltonizm bo'yicha sog'lom, demak miopiya bo'yicha kasal. 39-savolga qaraymiz. Odamda ovqat hazm qilish sistemasida ishtirok etadigan tizimlarning faoliyati to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Demak, simpatik nerv sistemasi. Bilamizki, simpatik nerv sistemasi ovqat hazm qilishga teskari ta'sir qiladi. Ya'ni uni ishini susaytirib yuboradi. Kuchaytiradi degani uchun agar biriktirganni chiqarib yuboramiz, 4 ichak muskullarini qisqarishini kuchaytiradi. Bu ham noto'g'ri. Demak, ichak sistemasiga teskari ta'sir qiladi. Bizda hozircha B va C variantlari qoldi. 5 ichak muskullari qisqarishini susaytiradi. Demak, simpatika to'g'ri xususiyat bu. B umumiy, C qismini o'qiymiz, chunki shu qismi farq qiladi. Kalkonson bez. Demak, bir oshqozon bezlari faoliyatini kuchaytiradi. Kalkonson bez gormonlari ovqat hazm qilish sistemasini susaytiradi. Gipofiz bezi gormonlari esa aksincha kuchaytirar edi. Demak, gipofiz bir oshqozon bezi faoliyatini kuchaytiradi. Demak, bu yerda to'g'ri javob D variant. 40-savol. Prokariot parazit organizmlarni aniqlang. Demak, ham prokariot, ham parazit bo'lishi kerak. Kuydirgi qo'zg'atuvchisi nostok. Nostok prokariot, lekin parazit emas. Oddiy ameba, eukariot. Ensefalit bu virus. Demak, sil bilan qoqshal qo'zg'atuvchisi. Bu yerda B javob bo'ladi. 41-savol. Rasmda gulli o'simliklarning to'pgullari sxematik tarzda tasvirlangan. O'sha to'pgulga ega o'simliklar mos ketma-ketligini aniqlang deyilgan. Demak, bu to'pgulimiz savatcha. Demak, uzun gulpada gullar bandsiz. Bu sota, bu oddiy shingil. Demak, mana shu o'simliklar xususiyatini topishimiz kerak. Piyozda soyabon bo'ladi. Makkajo'xorida soda to'pgul. Bizga birga savatcha bo'lishi kerak. Sasatka bilan topinamiz, to'g'ri. Soda bo'yatganimizdek makkajo'xorida bo'ladi. Zubturumda oddiy boshoq bo'lgani uchun chiqarib yuboramiz. Piyozda oddiy soyabon. O'zi buni shingil deymiz. Bu soyabon to'pgul bo'lar edi. Demak, bu yerda ajov. 42-savol. Demak, ilonbosh, ustrisa, krevetka, midyalar uchun umumiy xususiyatlar to'g'ri ko'rsatilgan javob. Demak, ilonbosh bu baliq, ustrisa mollyuska, krevetka qisqichbaqasimon, midya ham mollyuska. Umumiy xususiyatlar to'g'ri ko'rsatilgan javob. Yopiq qonuniy sistema. Bilamizki, umurtqasida ochiq qonuniy sistema bo'ladi. Jabrasi faqat embrion davrida bo'ladi. Noto'g'ri, chunki ustrisada post-embrion rivojlanish davrida ham jabra bo'ladi. Ikki juft mo'ylovga ega mollyuskalar bo'lmaydi. Jabra orqali nafas oladi. Biosferaning ikkilamchi mahsuloti. Ikkilamchi mahsulot bu hayvonlar, birlamchi deb beradigan bo'lsa, bu o'simliklar bo'ladi. Demak, bu yerda umumiy to'g'ri javob D variant. Demak, 43-savolga qaraymiz. Ayolning otasi daltonizm bilan kasal, onasini ajrating desa daltonizm uchramagan. Shu ayol somatik hujayrasining mitoz sikli anafaza davrida hujayraning har bir qutbida dominant va resessiv allellar soni. Demak, bunga o'xshash masalani kecha ikkinchi variant masalalarda tahlil qilganmiz. Demak, buni ishlab bilgan bo'lishingiz kerak. Demak, ayolning otasi daltonizm bilan kasal. Demak, ota daltonizm bilan kasal, onasi ajdodida daltonizm uchramagan. Demak, onasi ajdodida uchramasa, bu sof gamma-zigota sog'lom bo'ladi. Demak, ayol deb so'ralgan. Shu sababdan ayolning genotipini yozib olamiz. Shu ayol somatik hujayrasining mitoz sikli anafaza davrida, bilamizki, anafaza davrida hujayrada to'plam 4x holatda bo'ladi. Demak, normal holatda 2x holat uchun dominant va resessiv allellar soni bittadan bo'ladi. Anafaza davrida to'plam 4x holatda bo'ladi. Demak, bu yerda DNKsi muhim bizlar uchun. Demak, oldin
ikkiz holatda bittadan joylashgan edi. Endi DNK 2 hissa ortdi, genlar ham 2 hissa ko'paydi. Ya'ni 2 ga 2 bo'lishi kerak. Lekin bitta muhim joyi bor. Anafazada hujayraning har bir qutbida deb so'raldi. Agar anafaza davri deydigan bo'lsa, boya oldin ishlagan masalamizdek bu yerda 2 ni belgilab ketgan bo'lar edik. Lekin bu yerda har bir qutbida degani uchun, ya'ni jami katta va resessiv genlar bu yerda ikkitadan bo'lsa, har bir qutbda bular bittadan joylashgan bo'ladi. Shu sababdan bu yerda S variantini belgilaymiz. 44-savol. Tashqi muhitga himoya rangi, ogohlantiruvchi rang orqali moslashgan umurtqali umurtqasiz organizmni aniqlang. Demak, biz bu qismiga qaramay, umurtqali umurtqasidan ham javob topsak bo'ladi. Qaralaspidi bu ilon, demak umurtqali hayvon. B qismiga bir kirgan bo'lsa chiqarib yuboramiz. Demak, B qismiga bir kirganda bitta ekan, uni chiqarib yubordik. Ikkinchi qism yashil chigirtka umurtqasiz. Agar A qismiga 2 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Demak, bu javobni chiqarib yubordik. Uchinchi qism belyanka. Demak, bu kapalak umurtqasiz. A ga 3 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Bunaqa yo'q ekan. 4 kuropatka. Demak, bu umurtqali hayvon. Demak, B ga 4 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Bunaqa berilmagan. 5 qaynodimchisi yoki odimchi qurt. Bu ham umurtqasiz. Agar 5 kirgan bo'lsa chiqarib yuboramiz. Demak, bunaqa variant yo'q. 6 Amerika suv iloni. Demak, bu umurtqali hayvon. B qismiga 6 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Demak, bu yerda 6 yo'q ekan. 7 Glikonius. Bu umurtqasiz hayvon. A qismiga 7 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Demak, bu ham berilmagan ekan. 8 Kvak shabakasi umurtqali. B ga 8 kirgan bo'lsa chiqarib yuboramiz. Bu ham yo'q. Tugmasako'ng'iz bu ham umurtqasiz. A qismiga 9 kirgan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Demak, bu berilmagan. Endi ikkinchi qism bo'yicha aniqlaymiz. Ya'ni himoya rangi va ogohlantiruvchi rang bo'yicha. Demak, himoya rangi 8. Demak, kvak shabakasi. Kvak shabakasida bilamizki, himoya rangi bor. Demak, bu yerda 4 kuropatka, bunda ham himoya rangi bor. Qaralaspidi ogohlantiruvchi rang bo'lgani uchun C javob ham chiqib ketadi. Va B javob qoldi hozircha. Demak, bu yerda 5 ham farq qiladi ekan. 5 odimchi qurtda himoya rangi bo'ladi. 2 ga 5 kirganini chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda B javobini belgilaymiz. 45-savolga qaraymiz. Qirqbo'g'im va qarag'ayga xos bo'lgan umumiy tushunchalar. Demak, arxegoniy, umumiy, anteridiy, ochiq o'simliklar anteridiy bo'lmaydi. 2 kirgan javob chiqarib olamiz. 3 urug', qirqbo'g'imda urug' yo'q. Produsent organizm to'g'ri. Urug' cho'rtak qirqbo'g'imda bo'lmaydi. 5ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda C variant. 46-savolga qaraymiz. Ko'lbuqaning ko'l bakasidan farqi. Demak, ko'lbuqa bu qush. Ko'l bakasi bo'ladigan bo'lsa, bu amfibiya. Kichik qonlanish yurakning chap bo'lmasasida yakunlanadi. Demak, kichik qonlanish doirasi chap bo'lmasasida yakunlanish ikkisi ham umumiy. Shu sababdan bir kirgan sini o'zi chiqarib olamiz. To'g'ri javob bu yerda D variant. Demak, o'qib ko'ramiz. Tana harorati tashqi muhit haroratiga bog'liq emas. Demak, to'g'ri, ya'ni issiq qoldi deb aytmoqchi. 3 bir marta olgan havosidan 2 marta nafas oladi. To'g'ri. 6 qovurg'alarning bir uchi ko'krak umurtqasiga, ikkinchi uchi to'ssaga birikkan bo'ladi. To'g'ri, chunki bakada qovurg'a rivojlanmagan. 47-savolga qaraymiz. Demak, barglar oddiy, 2 qator bo'g'imlarda o'rnashgan o'simliklar. 2 qator degan so'zga urg'u beramiz. Bu faqat bir urug' pallali o'simliklarga xos. Shu sababdan 2 urug' pallali o'simliklarni yoki ochiq o'simliklarni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda javob B variant. 48-savol. Qaysi kasallikni bakteriya va viruslar keltirib chiqaradi? Demak, vertisillin bu zamburug'. Demak, qizamiq yoki qizilcha bu ham virus. O'lat bilan kuydirgi bu bakteriya, to'g'ri. Qoqshol, qoqsholni ham chiqarib olamiz, chunki bu bakteriya kasallik.
Bu yerda to'g'ri javob D variant. Kuydirgi bakteriyali sarik kasalligi bu virusli kasallik. 49-chi savol. Qaysi javobda sershok 40 bo'g'imning jinssiz bo'g'iniga xos xususiyatlar to'g'ri ko'rsatilgan? Jins bo'g'in zigotadan rivojlanadi. To'g'ri. Mustaqil oziqlanadi. Bu ham to'g'ri fikr. Sporadan rivojlanadi. Sporadan gammetofit bo'g'in rivojlanadi. Shu sababdan 3 ni chiqarib yuboramiz. Gammetofit nasl hisobiga oziqlanadi. Bu ham noto'g'ri. Bu yo'sinlarga xos xususiyat. Demak, farq qilsam 5 oziq modda to'playdi. To'g'ri. Gammetofit hisoblanadi. Demak, jinsiz bo'g'in bu gammetofit emas, bu sporofit hisoblanadi. Oldin chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda A javob bo'ladi. Keyingi 50-savol. Rasmda berilgan hayvonlar uchun umumiy bo'lgan A va umumiy bo'lmagan B xususiyatlarini aniqlang. Demak, bu yerda reptiliyalar berilgan, ya'ni timsoh, toshbaqalar, kaltakesak va ilonlar. Demak, miyasasi yaxshi rivojlangan. Demak, miyasi bo'ladi asosan reptiliyalarda yaxshi rivojlangan, ya'ni barcha vakillarda buni umumiy xususiyat deb olsak bo'ladi. Bir daqiqa. Demak, bir umumiy xususiyat bo'ldi. Demak, B qismiga bir kiradigan bo'lsa, ya'ni xos bo'lmagan xususiyatga kiradigan bo'lsa, buni chiqarib yuboramiz. 2. Gastrulyatsiya jarayon bilasidan o'sib kirish orqali. O'sib kirish bu amfibiyada bo'ladi. 2 qayerga kirgan bo'lsa chiqarib yuboramiz. Demak, bizda B va C variant qoldi. Farq qilsam bu 4. Chunki birisining A qismiga, birining B qismiga kirgan. Embrionning mezoderma qavatdan sezi organlar. Mezodermadan sezi organlar emas. U ektodermada rivojlanishi kerak. Demak, bu 4 xos bo'lmagan xususiyat B qismiga kirishi kerak. Shu sababdan bu yerda C javobini belgilaymiz. 51-savol. Mollyusklar tipiga mansub organizmni aniqlang. Demak, ko'rinib turibdi, bu bitiniya. 52-savol. Quyidagi sxemada berilgan noma'lum X uchun mos bo'lgan javobni aniqlang. Demak, bu eukariot organizm bo'lishi kerak va avtotrof bo'lishi kerak. Qizilto'sh bu hayvon. Demak, ko'rgalak bu ham hayvon. Sapsan, demak, B va D javoblar bu yerda o'simlik bo'lishi mumkin, lekin rafleziya parazit o'simlik, ya'ni u avtotrof emas, bu heterotrof. Shu sababdan bu yerda B javobini belgilaymiz. 53-savol. Qoramol tasmasimon chuvalchangida hazm qilish sistemasining yo'qolishi bu degeneratsiya, anomorfoz yoki idiotasiya degan uchun C va D variantlarini chiqarib yuboramiz. B qismi hasharot qo'llar turkumi. Bilamizki, hasharot qo'llar turkumi eski 10-sinf darsligida berilgan bu idiotasiya mahsuli. Ya'ni bu yerga A variantini belgilaymiz. 54-savolga qaraymiz. Quyidagilardan tabiiy tanlanish natijasida paydo bo'lgan organizmlarni aniqlang. Demak, tabiiy tanlanish bilamizki, tabiat tomonidan yaratilgan organizmlarni belgilashimiz kerak. Qora ola bu zot, ya'ni inson tomonidan yaratilgan. Shu sababdan birini chiqarib olamiz. Geriford ham shunday. Keyin Yevropa turi buni olsak bo'ladi. Lepkoron bu ham inson tomonidan yaratilgan zot. Chiqarib olsak, bu yerda D variant qoldi. Yevropa turi va Latimeriya. Bularning ikkisini ham tabiat yaratgan. Demak, 55-savol. Diafragma mavjud bo'lgan va mavjud bo'lmagan yirtqich konsumentlar. Bilamizki, diafragma faqat sutemuz hayvonlarda bo'ladi. Demak, sutemuzlar bu yerda mo'rka, qo'ng'irayiq, qunduz. Mana shu uchisi sutemuzuvchi. Demak, mavjud bo'lmagan B qismiga mana shu raqamlar kirgan bo'lsa chiqarib yuboramiz. Demak, unaqasi yo'q ekan. Mayli, endi yirtqich konsumentlar kerak. Bu yerda kakku yirtqich emas, 8 kirgan javob chiqarib olamiz. Keyin diafragmasi mavjud bo'lgan hayvonlarga mana bu belgilanmagan hayvonlar kirganini chiqarib olishimiz kerak. Bu yerda 1 kirgan, bu yerda mana 2 kirgan, chunki bular diafragma mavjud emas. Bu yerda to'g'ri javob B variant, ya'ni mo'rka, qunduz, qo'ng'irayiq, qunduz kabi hayvonlarda diafragma bor va bular yirtqich. Tasqara
keyin burgut, 6-rakam 3 bularda diafragma bo'lmagan. Bular ham yirtqich hayvonlar. Demak, savolni ishlash yo'llari ko'p, lekin biz eng oson va tez javob topadigan yo'l bo'lsa ketishimiz kerak. Ya'ni hozirgi ishlaganimizdek, agar biz ichidan to'g'ri javob qidiradigan bo'lsak yoki to'g'ridan-to'g'ri javobga ketadigan bo'lsak, bu yerda tezroq yo'l bu. Asosiy bu yerda testda urg'u beradigan qismimiz noto'g'ri narsa topib, shuni chiqarib oladigan bo'lsak, oxirida to'g'ri javobning o'zi kelib chiqadi. Mayli, 56-savolga qaraymiz. Demak, quyidagi chatishtirishda olingan avlodlar orasidan qanday genotipik organizm o'zida chatishtirilganda genotip jihatdan ajralish kuzatilmaydi? Demak, buni genetika bo'limida o'tilgan ajralish kuzatilmaydigan organizmlar, bular sof gomozigot organizm bo'lishi kerak. Bu yerda heterozigota bor. To'g'ri javob bu yerda C variant. Yana qanday bo'lishi mumkin edi? Misol tariqasida bunday genotip, bunday genotip, bunday. Mana shu to'rtalasi avlodlarda ajralish ro'y bermaydi. Agarda ajralish kuzatiladigan organizmlar desa, bittami yoki ikkitadan farqi yo'q, heterozigota gen bo'lsa bo'ldi. Shularni belgilashimiz kerak. 57-savol. Ko'p hujayral organizmlarning jinsiz ko'payish turlari. Bilamizki, shizogoniya bu bir hujayrada bo'ladi. Ya'ni bezgak plasmodizmda chiqarib yuboramiz. Demak, boya aytganimdek, chiqarib yuboradigan bo'lsa, ishimiz osonlashadi. Siz to'g'ri javob qidiradigan bo'lsangiz, bu qiyin yo'l. Ayrim vaqtlari bu javob topolmasligimiz ham mumkin. Spora orqali ko'payish. Demak, umumiy. Keyin kurtaklarni ko'payish, fragmentatsiya. Fragmentatsiya ham ko'p hujayra hayvonlarga xos. Keyin poliembrioniya va binar bo'linish. Binar bo'linish chiqarib yuboramiz, chunki bu asosan sodda hayvonlarda bo'ladi. 57-savolga D javob bo'ladi. 58. Quyidagi olimlarning biologiya fani rivojiga qo'shgan hissalari va aniqlangan kashfiyotlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Morgan embrionning o'xshashlik qonuni. Demak, bu Karl Bernik edi. Bir kirgan javob chiqarib olamiz. 2 Ernest Haeckel endospermning triploid. Bu Navashin edi. Ikkini ham chiqarib olamiz. Bu yerda javob D variant. Ya'ni Purkinning protoplazma, Schleiden-Schwann hujayra nazariyasi. 59-savol. Quyidagi baliq qon aylanish sistemasida ifodalangan ushbu sxemada 3 va 5 raqamli qismlar qanday qon mavjud? Demak, bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir bu bo'lmacha, demak, qon aylanish sistemasi bizga teskari berilgan ekan. 2 qorincha, demak, 3 qorin o'rtasi va jabra. Biz yurakdan chiqib jabraga boradigan qism bu qorin o'rtasi ekanligini bilamiz va bu yerda venous qon bo'ladi. Demak, arterial degani uchun S va D javoblar chiqib ketadi. Keyingisi 5-rakam. 5-rakam bu to'qima organlardan chiqib, bo'lmachaga quyiladigan qon tomiri. Tabiiyki, bu yerda ham venous qon bo'ladi. Arterial degani uchun A ni chiqarib yuboramiz. To'g'ri javob bu yerda B javob. Demak, 60-savol. O'pkaning tezlik sig'imi 3500 milliga teng bo'lgan o'smirning nafas olish sistemasi haqida noto'g'ri fikrni aniqlang deyilgan. Demak, mana shunday urg'u beriladigan so'zlarni alohida ajratib olishimiz kerak. Demak, tashqi qarg'ala muskullar bo'shashganda ko'krak qafasining hajmi kichrayadi. Demak, bu to'g'ri fikr. Ko'krak qafasining hajmining kattalashishi tashqi qarg'alararo va diafragma muskulining qisqarishi orqali ta'minlanadi. Bu ham to'g'ri, ya'ni nafas olish mavzusida berilgan bular. Ichki qarg'alar muskullar qisqarganda ko'krak qafasining hajmi kengayadi. Bu noto'g'ri, chunki ichki qarg'alar muskullar qisqarganda insonda nafas chiqarish jarayoni kuzatiladi va bu yerda ko'krak qafasining hajmi torayishi kerak. Bu yerda noto'g'ri javob C variant. Ko'krak qafasining hajmi torayganda tashqi qarg'alar va diafragma muskullari bo'shashgan holatda bo'ladi. Demak, bu ham to'g'ri fikr. 60-savolga C javob bo'ladi. Yuqorida 3-variantni savollarga yechim qildik, ya'ni tahlil qildik. Agarda tushunmagan savolimiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Barchangizga rahmat.